Agarda Yunusobodda bir xonali kvartirangiz bo'lsa, uni o'rniga mana shu lokatsiyadan ikkita novostroyka bosorsangiz bo'ladi. Sababi eng kichkina kvadrati 36 kvadrat va narxi 25 ming dollardan boshlanadigan Turkiston Avenue turar joy majmuasiga kelganmiz. Ko'pchilik bilsa kerak, sentyabrda reklama qilganimda bu yoq taraf hali patqatlon qazilish boshlangan edi, ko'rib turganlarda уже ancha bino ko'tarib qo'yishgan. Maksimalli xaridorlarga tezroq uy yetkazib berish uchun harakat qilishyapti. Bu yoq tarafda ham patqatlon qazib qo'yilgan joylarni ko'rishimiz mumkin. Binoimiz ikkita qismdan iborat bo'ladi. Bir kvadrati 8700 ming so'm, ya'ni dollarda 670 dollar atrofida bo'ladi. Bu aytganimdek eng kichkina kvadrati 36 kvadrat. Lokatsiya juda ham zo'r. Yunusobod bu yoq tarafi Sabzot mahallasi bo'ladi. Shundoq qilib betonkani bo'yida joylashgan. Xolasanglar 36 oygacha ham rassrochkalari ham bor, ya'ni boshlang'ich to'lov qanchadir pullar bilan to'lov qilib qolganini bemalol kelishib gaplashasizlar bo'ladi. Binoning birinchi qismi 2026-yilda, ikkinchi qismi 2027-yilda topshiriladi. Lokatsiyani eslatib ketaman.